Takror taqdir va takror vaziyatlar yo'q narsa. Umuman yo'q. Mani onam ajrashgandi, ikkinchi turmush qurgandi, men ham ajrashdim, ikkinchi turmush qurdim yoki biri to'la ikkinchi ro'zg'or bo'lib turmushga chiqdim. Bu yo'q narsa. Men sizlarga hozir nima uchun yo'q deyotganimni isbotlab beraman. Birinchidan, Qur'oni Karimda cho'tka yasni yozilgan joyi bor. Oyat surasini aytmayman, o'zingizlar topib olasizlar, xudo xolasa. Ajdodlarning gunohi uchun avlodlar javob berishi kerak emas. Mana shu birinchi faktlardan bittasi. Ikkinchisi, siz bizani til bilan aytganda ko'rgan tarbiyangiz asosida yashayapsiz, ya'ni dasturlanyapsiz. Siz ota-onada ko'rgan tarbiya asosida yashab kelyapsiz, ulardan eshitgan gaplaringizni o'zingizga singdirib, o'sha asosda yashab kelyapsiz. Bo'ldi, shu boshqa narsa yo'q. Lekin buni psixologlar ushavoli, voy sen takror onangning taqdirida, otangning taqdirida yashayapsan deb turib, sizni nabarot aybdorlikka tiqib tashlab, battar sen takror taqdirda yashayapsan deb nimadirlarni o'zingizga chop tashlashmoqchi. Olinmaydi unaqa, chunki birinchi o'rinda anglashingiz kerak bo'lgan narsa takror vaziyat bilan takror taqdir yo'q, umuman yo'q. Nimaga unaqa deyapman? Masalan, sizga yoshligingizda aytishgan qizil ko'ynak kiyma, qizil ko'ynak bu yomon, qizil ko'ynak kiyish bu xunuk. Bo'ldi, shu siz qizil rang kiygingiz keladi, lekin sizni har safar kiyganingizda nimadir yomonlik tortib turadi. Yoki eshitgansiz odamlarga ishonsangiz, shu deb mana pul bilan churib ketishadi, qarzga tushib qolasan, ishing o'xshamaydi. Yoki danu nima, ikkita qo'y kallasi bitta qozonda qaynamaydi degan gaplar. Shu narsalar asosida siz katta bo'lgansiz va haqiqatan hayot sizga shu narsani ko'rsatib beradi, chunki bu narsani haqiqat deb olgansiz o'zingizga. Yoki bo'lishi mumkin, onam ikkinchi turmushida hozir aytgan holatim, men ham ikkinchi turmush bo'lib erga tegdim. Yo'q, sen prosta tushungin. O'sha holat sen uchun normalniy bo'lgan, sen o'sha payt, o'sha yoshingda shu narsani norma deb qabul qilganing uchun seni hayotingda bo'lyapti. Shu, sen takrorlamayapsan kimnidir hayotini. Shunchaki bitta narsani bilinglar. Alloh sizga taqdir yozgan va o'sha taqdirda yashashingiz kerak bo'lgan. Yashayapsiz ham, lekin Alloh taqdir qalamini sizga bergan. Siz o'zingiz uni chiroyli qilib yozasiz yoki-da xuddi shunaqa odamlarning gapiga ishonib, men kimlarnidir ayblab, ota-onangizni ayblab, men kimnidir taqdirida takror yashayotgan ekanman deb 10 yil psixolog yurishida davom etasiz.